Oddiy sovunni non ichiga qo'yish orqali uydagi juda yoqimsiz muammoni hal qilish mumkinligini bilasizmi? Sovunni olib, oddiy qirg'ichda qirib olamiz. Sovun ko'p kerak emas, taxminan 2 osh qoshiq. Ustiga 1 osh qoshiq tish pastasi va 2 choy qoshiq oddiy shakar qo'shamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Quyuq, bo'laklarsiz massa hosil bo'lishi kerak. Endi bizga bir parcha qotib qolgan oq non kerak bo'ladi. Nonni mayda bo'lakchalarga bo'lib, aralashmaga qo'shamiz. Yana yaxshilab aralashtiramiz. Natijada quyuq massa hosil bo'ladi. Keyin butilka yoki idish qopqoqlarini olib, aralashmani ularga ehtiyotkorlik bilan joylaymiz. Har bir qopqoq ustiga bir necha tomchi bor kislotasi qo'shamiz. Bu barcha komponentlarning ta'sirini kuchaytiradi va natijani ajoyib qiladi. Oradan bir necha kun o'tib, qopqoqlarni turli joylarga qo'yish kerak. Hojatxona ostiga, rakovina tagiga. Diqqat, bu aralashma kuchli vositaga aylanadi. Tarakanlar va kalamushlarga qarshi. Bu usulni eslab qoling. Like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Men sizga minglab foydali maslahatlar taqdim etaman.